O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-moddasi 3-qismining B bandi va 28 orqali 211-moddasi 2-qismining A bandidan nazarda tutilgan jinoyatlarga daxli bo'lmaganligi sababli Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 3-qismi bilan aybsiz deb topilib oqlansin. Jinoyat kodeksi 168-moddasi 4-qismi A bandi va 28 orqali 211-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilsin. Jinoyat kodeksi 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan Jinoyat kodeksi 57-moddasini qo'llab, oylik ish haqining 20% davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 3 yil axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlansin. 28 orqali 211-moddasining 1-qismi bilan 2 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksi 59-61-moddalar tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil o'tash uchun 2 yil 6 oy 4 kun ozodlikdan cheklash jazosi tayinlansin. Qamoqqa olish ehtiyot chorasi bekor qilinsin va darhol sud zalida qamoqdan ozod etilsin. Jinoyat ishlari bo'yicha G'ijduvon tuman sudida himoya ostida bo'lgan Neaga nisbatan oqlov e'lon qilindi. 228-moddasi 2-qismi B bandi bilan javobgarlikka tortish muddati o'tganligi sababli javobgarlikdan ozod qilindi. 168-modda 4-qismi A bandi va 28 orqali 211-moddasi 1-qismi bilan 2 yil 6 oy 4 kun muddatga ozodlik cheklash jazosi tayinlandi. Sud tergov jarayonidan boshlab to hozir hukm chiqargandan sud jarayonlari adolatli o'tkazildi.